Diqqat, o'zbek xalqi uchun ajoyib xushxabar. Endi oylik maoshlarga 50% qo'shib beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch-quvvat, baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Endi O'zbekistonda ish vaqtidan tashqari ishlaganlarni oyligiga 50% qo'shib beriladi. Ish vaqtidan tashqari ishning davomiyligini yiliga 120 soatdan oshirish mumkin emasligi hamda ish vaqtidan tashqari ish uchun xodimga kamida 2 hissa miqdorda haq to'lash belgilanganligi ushbu mexanizmning ish beruvchilar o'rtasida keng ommalashishiga sabab bo'lmoqda, deyiladi xabarda.